zombilarga aylana boshladilar. Ba'zilar tentak zombilarga, ba'zilar esa hayvon zombilarga. Biz barcha bilan kurashishimizga to'g'ri kelib qoldi. Men aytganimdek, men himoya kiyimida edim. Darhol butun tizim himoyasini yoqib yubordik, faollashtirishga ulgurdik. Kim qaysi tomonga qochgan kim qayoqqa yugurgan kim, o'lgan kim, tirilgan kim. Odamlarning barchasiga istehkom ichidagi istehkomga borishlarini buyurdik. Maxsus bunkerda agar favqulodda holatlar paydo bo'lsa, hamma o'sha yerga yashirinishi kerak edi. U bunker shunday ediki, faqatgina odamlarni o'tkazar edi. Va odamlarning hammasi u yerga o'tib bo'lgandan keyin ularga himoya tizimli kiyimlar taqdim etilardi. Bu yoqda tartibsizlik ur-to'polon bo'lib qolgan payti himoya tizimining boshqaruvida ham nosozliklar yuzaga kelgan shekilli. Biz istehkom yuqorisida yugurar ekanmiz. Xavfsizlik tizimimizda dars ketishlarini ko'rib turardik. Unga shundoqqina tashqi tomondan hujumlar bo'layotgan edi. Odamlarning hammasi kichik bunkerga to'planishga ulgurishgan edi va bunkerdan boshqa, ya'niki odam bo'lmaganlar o'tmasligi kerak edi.